Qadimda bir podshoh juda qattiq bir kasalga yo'liqdi. Yuragini bir sichqon kemirgandek bir narsa kemirardi. Bu og'riq hech qo'ymasdi. Podshoh vaziriga bu nima holat? Eron va Turonni butun tabiblari kelib bu yurak sanchig'ini, bu og'riqni to'xtata olmasa. Shohim, yana bir tabib kelibdi, huzuringizga kirmoqchi. Zora shuni bir dorisi dardingizga shifo bo'lar. Chaqiring kirsin. Tabib salom berib kirdi. Shohim, sizni bu kasalingizga chiroylik, qomatlari kelishgan 17-18 yoshdagi bir navqiron yosh yigitni qonini ichsangiz sog'ayasiz. Podshoh bo'lsam, butun bir mamlakatni egasi bo'lsam, topish oson buni. Topinglar. Tabib aytdi, men o'zim ko'rsataman kerakli bo'lgan yigitni. Vazir bilan birga mamlakatda aylanib yigit qarashdi. Bir dehqonning yagona o'g'lini mana shu bola bo'ladi. Bolani olib kelishdi. Chiroyli kelishgan yigit. Ota-onasini ham chaqirib olib kelishdi. Podshoh aytdi, ota-onasini oldiga bir savatdan oltin qo'ying. Otani oldiga bir to'la savat oltin, onani oldiga bir to'la savat oltin qo'yib, o'g'linglar menga kerak, menga berasizlarmi? O'zini yo'qotib qo'ygan, dovdirab qolgan ota-ona podshoh oldida, hey, bitta o'g'limiz ekan, mingta bo'lsa ham shohim sizga tortiq bo'pti. Ota-onani olib qo'yinglar oltinlari bilan. Olib qo'yildi. Qozi, men bu yigitni so'yib qonini ichsam bo'ladimi? Shariatga to'g'ri keladimi? Qozi aytdi, shohim, fatvo tayyor. Podshoh olam o'z salomatligi uchun fuqaroni bittasini qonini ichsa muboh, ruxsat. Ana ota-ona rozi bo'ldi. Qozini fatvosi ham tayyor. Jallod tabib ko'rsatgandek bolani so'y, qonini ichaman dedi. Shunda bola osmonga qarab tabassum bilan beg'ubor kuldi. Nimaga kulasan ey bola? Shohim, insonni boshiga dard musibat kelsa kimga aytadi birinchi? Ota-onasiga. Ota-onam hozir sotib ketdilar. Yana dardini kimga aytadi? Shikoyatini, arzini kimga qiladi? Qoziga. Qozi meni qonimni to'kilishini, fatvosini tayyor qildi o'limimni. Kimga aytadi yana dardini? Zorini kimga iltijo qiladi? Podshohiga. Podshoh uchun meni qonim kerak. Ey Allohim, yolg'izni yori o'zimman degansan Alloh, mana yolg'iz bo'ldim, endi o'zing yorliq qilgin deb kulib Allohga qarayapman dedi. Shoh aytdi, ey 70 yoshga kirgan qari shoh, shunda iymonli, e'tiqodli, go'zal yigitni qonini ichib qanchalik umr ko'rardim. Kechdim men bu davoda. Bergan savat oltinlarim jonimdan sadaqa bo'lsin. Shunda shoh yuragini sanchilmayotganini, og'rimayotganini sezdi. Urib ham ko'rdi, yo'q og'riq. Yo ajab.
og'riq yo'q bo'ldi-ku menda. Shunda tabib kulib aytdi: "Shohim, asl kasalingiz olasiz-u berishni bilmaysiz. Sadaqa, ehsonni bilmaysiz. Ikkinchisi, nima kelgan bo'lsa Allohdan deb mardlik, saxovatlikni qilmasdingiz. Asl kasalingizni sababi mana shu edi. Hozir joningizdan sadaqa qildingiz va mardlik qilib bolani o'ldirishlikdan af etib kechirdingiz. Mardlik qilib bolani o'ldirib qonini to'kishdan bo'yin tortdingiz. Bu shifo menga kerak emas dedingiz. Mana shu ikkita narsa Allohga yoqib, dardingizga o'zi shifo berdi. Bolani Allohga qilgan nolishi Alloh o'zi yorliq qilib, chiroyli qilib bolani saqladi.